O'tgan payshanba kuni kechda Urumchida yuz bergan o't ofatida qazo qilgan Uyg'urlar uchun dunyoning har qaysi joylarida ta'ziya bildirish faoliyati va Xitoyga qarshi namoyishlar o'tkazildi. Amerika, Yaponiya va Avstraliya, shundaqla Gollandiya va Germaniya qatorliq Yevropa davlatlaridagi Uyg'urlar va kishilik huquq tashkilotlari turli ta'ziya bildirish faoliyati o'tkazdi. Namoyishchilar qazo qilganlarga ta'ziya bildirish bilan birga Xitoy doiralarining atalmish nol Covid siyosatini va Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini tanqid qildi. O't ofati yuz berganda binolar va uylarning eshiklari karantina nomida taqib etilgan bo'lg'achqa kishilar uylaridan chiqolmagan. Shundaqla o't o'chirish xodimlari vaqtida tadbir qo'llanolmay nurg'un kishining o'limiga sabab bo'lgan edi. 27 noyabr kuni kechda Sharq Turkistondagi eng chong po'lat tavlash bazasi bo'lgan Urumchidagi Bagang, ya'ni 1-avgust po'lat temir zavodiga o't ketgan. Xitoy taratqullarining xabar qilishicha, o't ofati 27 noyabr kech soat 9 da Bagang po'lat temir zavodining bir po'lat eritish qozonida yuz bergan portlatishdan kelib chiqqan. Xinjiang gazetining xabarida vaqada hech qanday odam chiqim bo'lmaganligi, portlashning uskunlari kashili sababli kelib chiqqanligi, navbatda ishlab chiqarishning tartiblik asliga kelayotganligini bildirgan. Lekin bu voqeaning 24 noyabr kuni Urumchi xalqaro cho'ng bozori yanidagi Uyg'urlar o'ltirishliq bir binoda yuz bergan o't ofatining orqasidan yuz berishi fuqarolarda qattiq andish paydo qilgan. Xitoy chekidan oshgan karantina tadbirlariga qarshi boshlangan namoyishlar hukumatga qarshi isyonga aylanishga boshladi. Urumchidagi bir o'ltiraq rayonida yuz bergan va doiralarning cheklamalari sababli nurg'un Uyg'urning o'lishiga sabab bo'lgan o't ofatidan keyin boshlangan namoyishlar Xitoy poytaxti Beijing va pul muomala markazlari Shanxayga kengaydi. Xitoy namoyishchilar qo'llarida oq qog'ozni ko'tarish orqali hukumatga norozilik bildirdi. Ba'zi joylarda namoyishchilar Kompartiya yo'qolsin, Xi Jinping taxtdan tushsin degandek shiorlarni to'ladi. Kanada hukumati kelgusi 3 yilda 1,5 million ko'chman qabul qiladiganligini e'lon qildi. Xabar qilinishicha, Kanada hukumati 2025 yilgacha 1,5 million doimliq aholilarni kutilish uchun bir yo'l xaritasi tayyorlagan. Hukumat sog'liqni saqlash va uchur texnikasi qatorliq yuqori mahoratli kasblarda emgak kuchi yetishmaslik masalasi borligini bildirgan. Kanadaning eng yangi sonliq ma'lumotlarda ko'rsatilishicha, bu yil avgustda 958 ming emgak kuchi ehtiyoji bor ekan. Yana bir tarafdan bu davlatda 1 million kishi ishsiz ekan. Xitoyda yaqinqi 24 soat ichida 40,347 yangi Xitoy virusi yuqumlanguvchisi bayqalgandan keyin kundalik yuqumlanguvchi soni tunji qatim 40 mingdan eshib yangi rekord yaratdi. Xitoy Davlatlik Səhiyyə Komiteti 11 ayının 27 kuni kundalik rekordning 40,347 yangi yuqumlanguvchilar bilan buzilganligini e'lon qildi. Buning ichida 3822 odamda kasallik alomati ko'rilgan. 36525 kishida bo'lsa kasallik alomati yo'q ekan. Germaniyaning Duisburg shahriga joylashgan Sharq Turkiston madaniyat va uchur markazi har qaysi ommaviy tashkilotlar orqali dunyoning har qaysi joylaridagi xayr-saxovat faoliyatlarini davomlashtirmoqda. Bu doirada Turkiyadagi bir qism yetim va qiyinchiligi bor Uyg'ur oilalarga yemaklik va naqd pul yordami tarqatildi.